Mana farq. Chimam ko'rsatamiz. Endi hozir buni qismlarga bo'lamiz. Low gold sepilgan ildiz nisbatan baquvvat. Usti sal nimjonroq sepilgan bilan sepilmagan. Assalomu alaykum. Jo'rabek yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Xonadonlar tinchmi aka? Rahmat. Charchamayapsizmi? Nima muammo bo'lyapti aka? Kecha telefon qilgan ekansiz. Aka, shu qishdan piyozlar chiqdi. Chiqishi boshladi, xudo xolasa. Shunga bir maslahatingiz kerak, stressdan chiqarishimiz kerak piyozni. Xo'p. Shunga bir maslahat berasizmi, chaqirdik. Bo'ldi. Xo'p, qarang. Faqat stressdan chiqarish emas, oldimizda mana qishlik kunlar kelyapti. Xudo xolasa bir 25-fevraldan keyin ob-havoni ko'rganimda qorli kunlarni bir 30-fevralgacha berib olyapti. Minusli kunlar kelyapti. O'shanga ham qorli kunlarga issiq sovuq stresslarga chidamliligini oshirib berishga, undan tashqari mana hozirgi holatdagi stressdan chiqarib berishga dorimiz bor. O'shani bitta sepib ko'ring, xudo xolasa Low Gold olib keldim. Shuni bitta sepib ko'rasiz. Bu qarang, universal preparat. Universalligi qanaqa? Istalgan o'simlik, istalgan fazasida sepiladi. Qo'rqish yo'q, bu yerda organik moddalar, folviy guminoviy kislota, undan tashqari alanin kislota, aspartik kislota, ichida xelatlangan temir bor, molibden, marganiz, shunaqa mikroelementlari bor. Undan tashqari o'simliklarni olinadigan organik kislota keyin baliq, dengiz baliqlaridan olingan o'simliklar uchun foydali bo'ladigan ozuqalar, fermentlar mavjud. Shuni bitta sepib ko'rasiz. Qanaqa ekinlik aka bular? Bu ekin turi tanlamaydi. Etiklik, mana misol hozir mana piyoz mana shu holatda. Bu piyozni ham tanlamaydi, kartoshkani ham tanlamaydi. Kerak bo'lsa makka jo'xorini ham tanlamaydi, paxtani ham tanlamaydi. Ketaveradi, universal dori. Lekin qovun farqi yo'q. Sabzi, kartoshka hammasiga ishlatsa bo'ladi. Ishlatsa bo'ladi. Endi yana bitta yutug'i bor-da buni. Har doim bir xilda tavsiya qilinavermaydi. Ayrim preparatlar buni yutug'i tomoni istalgan fazada, istalgan paytda sepsa bo'ladi. Tushuntira oldimmi fikrimni? Jo'rabek aka, hozir sovuqdan aytyapsiz, mana uchlari kuyda, stressda o'sishdan to'xtab qoldi deyapsiz. Mana shu aytyapsiz-da, kuygani, shu sovuq, quruq sovuqlarda. Mana uchi kuyda, shu stressdan chiqarish kerak bo'lyapti. Bo'ldi, shu hozir Low Goldni beramiz, bitta sepib ko'rasiz. Natijasini xudo xolasa 5 kun, 10 kunda. Bugungi chislo 19, bugungi sanamiz 19-fevralmi 2025-yil. Xudo xolasa piyoz yaxshimi? Mana bu qorli piyoz yaxshi. O'zi turishi ham yaxshi, ko'chatlar soni ham nisbatan ancha yaxshi. Yaxshi chiqib qo'ygan ko'chatlarning soni. Xudo xolasa biza qorli sovuqlarni o'tkazib olib, 1-mart, 2-mart atroflariga kelamiz. O'shanda o'zingiz, biz indamaymiz, o'zingiz natijasini aytasiz. Haqiqatan qanchalik ishladi, qanchalik ishlamadi. O'zingiz agrotexnikangizni davom ettirib ketaverasiz, unga hech qanaqa qarshilik bo'lmaydi. Faqat bizi maqsadimiz stressdan chiqarib olish o'simlikni, piyozni. Mana hozir sepish jarayonlarini boshlaymiz. Ketdik. Yonidagi chisloy dalamizga ham Low Gold sepamiz. Sepish jarayonlarini boshlaymiz. Xudo xolasa Low Gold. Bismillahirrohmanirrohim. Boshladik. Jo'rabek aka, kontrol qator qoldirib berasiz. Nazorat qator sepmasdan. Xo'p. Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar va fermerlar. Mana bugun Jamshid aka bilan piyoz dalaga tashrif buyurganmiz. Bu piyoz dalaga 19-fevral kuni ham kelganmiz. Kelib Low Gold mahsulotini dehqon akamizga tavsiya qilib sepib ketganmiz, sinov kelganmiz. Bugun mana Jamshid aka 5-mart. Mana dalani o'zingiz ko'rib turibsiz holatini. O'zgarishlar qanaqa bo'lgan, dehqon akamizga nimalarni tavsiya berasiz? Dehqon akamiz o'zidan ham hozir kelsa qator so'rab. Jo'rabek aka, kelsalar hozir o'zlaridan ham Low Gold mahsulotimiz to'g'risida bir fikrlarini so'raymiz. Undan tashqari o'sha hozir
shunaqa ob-havo bo'ldiki 19-fevraldan to shu bugungi 5-fevralgacha 5-martgacha. Martgacha shunaqa ob-havo kuzatildiki, aytaylik 19-fevral kuni bir 2-3 kun sal bulutli ob-havo bo'ldi. Undan keyin qorli ob-havo bo'ldi. Undan keyin yana bitta qorli ob-havo bo'ldi. 2 marta qor ko'rdi, bir marta yog'ingarchilik ko'rib o'tgan dala. Bu rivojlanishga moyillik yo'q dala edi o'zi aslida. Hozir Low Gold preparatimizni sepgan joyimiz bor va sepmasdan qoldirib ketgan joyimiz bor. O'shani ham solishtirib ko'rsatib beramiz bizning kuzatuvchilarga. Endi Low Gold mahsuloti piyozni sepganimizda qishli, qorli, yomg'irli kunlarni stressidan yaxshi chiqarib bergan ekinlarni. U rivojlanish bor. Undan tashqari ekin o'zini holatini yaxshi tutib olgan. Sovuq ob-havoni stressli holatlariga yaxshi bardosh bergan. Endi hozir sepilmagan joyi ham olib bitta ko'rsatamiz. Hozir yaqin pastroqdan ham kadrni pastroqdan ham ko'rsatasiz. Kamerani sekin olib ko'rsating ham pastroqdan ko'rinishini. Bu undan tashqari Jo'rabek aka nima ish qilganlar? Gerbitsidlar bilan qo'shib sepganlar. Gerbitsidga Low Gold mahsulotini qo'shib sepganlar. Pastroqdan yana pastroq tushirdik. Mana piyozlarimiz xudo xolasa bir xil bo'lib, bo'ylari, ro'stlari bir xil bo'lgan, bir-biriga yetib olgan. Chiroyli bo'lib. Endi chiqqan. solishtirish uchun 19-fevral kuni olingan videoni ham yonma-yon qo'yib ko'rsatib berasiz. Piyozlar xudo xolasa mana bir xilda yaxshi ketyapti. chiroyli bo'lib chiqqan. Bu tarafga chesnoy dalaga ham sepganmiz. Bunga ham sepganmiz. Bunga ham gerbitsid qo'llab turib sepganmiz. Xudo xolasa natija yomon emas. Hozir buni ham sarimsoq piyozni ham solishtirib beramiz. Piyozni o'zini ham solishtirib ko'rsatib beramiz. Natijani dehqon o'zidan, Jo'rabek akaning o'zlaridan ham so'rab, gaplashib, qanaqa ta'sir qildi, fikringiz qanaqa Low Gold mahsuloti haqida fikrlarni so'rab, endi bir o'zlarining fikrlarini olamiz. Jamshidbek aka sepilmagan joyga ketyapmiz, 4 begatga. Hozir sepilmagan joyga ketyapmiz, ko'rsatamiz. Endi hozir ko'rasiz, men kamerada ham o'zingiz ko'rsatib ko'rasiz, sekin yaqinlashtirib pastga tushirib ko'rsatasiz, bu yoqqa o'tasiz. 5 taga sepilmagan ekan, adashmasam 5 taga ekan, mana 5 ta qilib. Mana yonidan sekin o'tsangiz, mana farq o'zi ajralyapti. Уже mana maytalla boshlangan. Kayfiyatli bo'linishi. Hozir buni sal boshqacharoq qilib ko'rsatib beramiz. Ko'zga ko'rinadigan qilib ko'rsatib, tushuntirib beramiz. Qanaqa qilib ko'rsatamiz? Ikkita ko'chatni bir-biriga solishtirib ko'ramiz. O'shanga qarab turib xulosa chiqarib ko'ramiz. Haqiqatan sepilgan joyga foyda berdimi? Sepilmagan joy bilan farqi bormi? O'shani ko'rsatib bera olamiz. Bo'l. Birinchi sepilmagan joydan olamiz. Birinchi sepilmagan joydan olamiz. Xo'p. Bizga kerak. Keling. Qarang. Endi ko'rsatish adolatli bo'lishi uchun aytaman bu narsani. Mana atrofida hech qanaqa yo'q. Qo'shimcha piyozlar yo'q. Piyoz yo'q. O'zi erkin o'syapti. Erkin har doim katta. Har doim erkin o'sayotgan, yonida konkurenti yo'q o'simliklar. Yonida raqobatchisi yo'q o'simliklar yaxshi baquvvat bo'ladi, chunki ozuqa bazasi katta bo'ladi, ozuqani ko'proq o'zlashtiradi. O'sha suvga bo'lgan talabini ham bemalol o'zlashtira oladi. Mana shundan hozir ko'rsatib olamiz. Qarang, bu yerda sepilmagan maydondan olyapmiz yakka piyozni. Piyozni o'zini olamiz. Qarang, hozir birinchi istoriyasini ko'raylik. Bu sovuqlarda bargini sovuq urganmi yo'qmi? Bilib olaylik oldin. Bittasini, mana bitta donasini urgan bo'lishi mumkin ekan mana bu holat. Hozir buni ham sekin yurib olamiz. Maksimal ildizlarga shikast yetkazmaslikka harakat qildik. Mana endi ketdik nariga ekin maydoniga. Endi buni qanaqa holatda olamiz Jamshid aka?
Yakkalikda olamizmi? Mana kela qoling, men bitta mana shu g'uj joydan olaman, mana ko'p ko'chatlar soni ko'p joyda. Bo'lyapti Jo'rabek aka. Ko'chatlar to'p turgan joyda mana hop. Qarang. Bizi bu 3 talik barg olgandik, mana qarang. Buni mashina olamiz, bunisini ham olib ko'rsatamiz, solishtiramiz farqini. Jo'rabek aka, ikkita ko'chatingizga rozi bo'lasiz endi aka. Ikki xil ko'chatni oling mana. Mana bu yerda ham ko'rs solishtirsangiz bo'ladi, solishtirish imkoniyati bor. Mana bitta barg yoshligidagi barg o'lib ketgan o'sha. Mana bunda ham xuddi shunaqa holat bor. Hozir buni bir-biriga qo'yib ham, mana ildizlarda o'zi ko'zga ham tashlanyapti hali. Ildizlar o'zida ham yaqqol ko'rsa bo'ladi. Tanani baquvvatligida ham ko'rsa bo'ladi. Hozir uni qog'ozga ham biror bir oq joyga qo'yib ko'rsatib solishtirib beramiz. Jo'rabek aka, bitta dori haqida fikringiz kerak bizaga. Mikrofonga gapirasiz. Jo'rabek aka, hop 19-fevral kuni sepgandingiz o'zingiz. Syomkada montajda qo'yib yuborasiz, 19-da sepayotganlarni, dori tayyorlayotganlarimizni. Dorini biz so'radik sizdan, Jo'rabek aka, dorini natijasi qanaqa ekan dedik, yaxshi ekan deb o'zingiz aytdingiz. Shuning uchun hozir kelib syomka qilishni boshladik aka. Nima sezdingiz, nima sezmadingiz, o'shani o'zingiz xolis ayting. Piyozda tanasi baquvvatlashdi. Xo'p, O'sdi keyin. o'sdi. Effekti zo'r berdi. So'g' stressga yaxshi bardosh berdi. Stressdan chiqardi keyin. Bo'ldi. Chesnovda ham xuddi shunaqa o'zingiz rezultat ko'rdingiz-a? Chesnovda ham zo'r bo'ldi. Sarimsoq piyozda. Bo'ldi aka, rahmat. Biz hozir yana mana buni solishtirib ko'rsatib beramiz. O'shanga qarab xulosani bizani kuzatuvchilar o'zligi chiqarishadi. Jo'rabek aka, hop 19-fevral kuni sepgandingiz o'zingiz. Syomkada montajda qo'yib yuborasiz, 19-da sepayotganlarni, dori tayyorlayotganlarimizni. Dorini biz so'radik sizdan, Jo'rabek aka, dorini natijasi qanaqa ekan dedik, yaxshi ekan deb o'zingiz aytdingiz. Shuning uchun hozir kelib syomka qilishni boshladik aka. Nima sezdingiz, nima sezmadingiz, o'shani o'zingiz xolis ayting. Piyozda tanasi baquvvatlashdi. Xo'p, O'sdi keyin. O'sdi. Effekti zo'r berdi. So'g' stressga yaxshi bardosh berdi. Stressdan chiqardi keyin. Bo'ldi. Chesnovda ham xuddi shunaqa o'zingiz rezultat ko'rdingiz-a? Chesnovda ham zo'r bo'ldi. Sarimsoq piyozda. Bo'ldi aka, rahmat. Biz hozir yana mana buni solishtirib ko'rsatib beramiz. O'shanga qarab xulosani bizani kuzatuvchilar o'zligi chiqarishadi. Azizbek, men bularni hozir mana qismlarga bo'lib chiqdim. Mana o'zingiz ham ko'ryapsiz. Lowo Gold sepilgan taraf baquvvat, barglarning o'zi ham baquvvatlik ajralib turibdi. Undan tashqari mana poyasini ham, ildizlarini o'zi ham ko'ryapsiz. Farq sezilarli darajada bor. Ana endi qarang. Mana bu ikkita birinchi bargni mana ikkalasini bir-biriga solishtirib ko'ramiz. Mana farqi yaqqol ko'rinadi. Mana bu ikkinchi barglar, mana ikkalasini ham farqini ko'ryapsiz. Mana bunisi nisbatan qalinroq. Ham qorayib o'sganroq mana. To'liqroq ko'rsataymi mana. Ko'rinib turibdi. Yaqqol ko'rinishi. Mana endi o'zini alohida ko'rsatamiz. Mana ko'rsa, ildizlarda ham baquvvatlik bor. Poyani o'zida ham ancha yaxshi rivojlangan. Endi hozir yana bir qator taxlab chiqamiz joy-joyiga. O'zingiz ham natijasini ko'ring. Mana hurmatli dehqonlar, ko'rishingiz mumkin farqini. Chesnov dalamizga keldik endi. Lowo Gold sepilmagan. Qaysini olamiz hozir? Qarang. Solishtirish maqsadida keling ko'rsatib olaylik. Birinchi to'g'ri solishtiraylik, adolatli bo'lsin. Ya'ni mana bu kuyib ketgan. Suvda mana bitta bir,
Mana ikkita kuyib ketgan mana. Ikkita kuyib ketgan barg. 3, 4, 5, 6, 7. Xuddi shunaqa 7 talik bargga sepilgan bilan sepilmaganda solishtirib ko'ramiz hozir. Ildizlar bilan sekin mana o'zi ham ko'rsa konkurenti yo'q, kattaroq. Aha. Maydoni. Zich emas. Zich emas. Aha. Sepilmagan joydan hozir ko'chatni oldi yulib. Sepilgan joyda endi ikkovining farqini ko'ramiz. Shunaqami Jamshid aka? Shunaqa. Lowo Gold sepilgan chesnodalarning ichiga kirib solishtirib ko'rish uchun bittani olib ko'rsatamiz. Tanlaymiz, hammasi baquvvat ekan. Mana biror narsa deya olmayman, lekin adolatli bo'lish uchun hop ikkita barg ketdi. 1, 2, 3, 4, 5 ta ekan, ikkita 7 talik. Общий 7 talik ikkita barg qurigan barg bo'lish kerak. Tepasida yashab turgan 5 ta barglisidan tanlaymiz-da endi. Hop. Tanlaymiz. Hop, mana nimjonroq ekan, mana shu qolganlariga nisbatan hozir ko'ramiz, buni ham tanlaymiz. Mana qarang, mana ikkita barg kuygan, bu yoqdan ham ko'rsating. Bu bir kuygan, mana ikkita kuyib ketgan. Suvdami yo'qmi, o'zi qurib ketganmi, vazifasini bajarib bo'lganmi. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. Naryoqdan yulib kelganimiz mana. Osmon ikkalasini ustida shilib tashlaymiz. Hurmatli dehqonlar, mana ko'rishingiz mumkin farqni. Barglarda ham o'zi rivojlanishda ham farq bor. Ildiz soni jihatdan ham farq baquvvatligini hisobida katta. Hozir uni ham boygindagi piyozga o'xshab ko'rsatib solishtirib beramiz barglarini. Sarimsoq piyozimiz. Piyozimiz demang, sarimsoq piyozimiz. Bittasiga sepilgan lovoga, bittasiga sepilmagan. Mana bu yerda ham hozir oq holatda, mana o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Farq sezilarli, ha. Tomirni ham ko'rsatib qo'ying Jamshid. Mana ildizlarida. Aha, ildiz ancha farq katta. Qalinroq ildiz nisbatan siyrakroq ildiz. Poyani qalinligi mana farqi o'zi ajralib turibdi, ko'rsatib turibdi yaqqol. Aha. Tepasidan do'q kelib ko'rsatasiz. Mana farq. Chibam ko'rsatamiz. Aha. Endi hozir buni qismlarga bo'lamiz. Barglarni alohida qismlarga bo'lib turib, keyin yana bir marta ko'rsatib ketamiz farqlarini. Ko'rinishlarni olib ko'rsatib qo'yishingiz ham mumkin. Bir-biriga solishtirib, mana bir-biriga solishtirib ko'rsatamiz. Mana bargdagi asosiy farqlar. Bunda nisbatan kengroq, bunda ingichkaroq. Mana bunisida ham xuddi shunaqa holat. Nisbatan kengroq, nisbatan ingichkaroq, bir-biriga nisbatan. O'zi yaqqol ko'rinib turibdi bargdagi farqlar. Sezilarli darajada. Endi bular solishtirish imkoniyati yo'q, shunchaki ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p, mana endi mana yaqqol ko'rsatish mumkin. Mana farqi. Nisbatan o'sish va rivojlanish poyadagi baquvvatliklar bor. Ancha farqi bor ekan ikkalasining. Shu
Lowo Gold mahsulotimizni natijalarini ko'rdinglar. Xudo xolisa yaxshi stimulyator ozuqa sifatida qo'llansa bo'ladi. Uni tarkibida stimulyatorlik qiladigan xususiyatlari ham bor. Undan tashqari qo'shimcha mikroelementlari bor. Folviy kislotasi bor, guminoviy kislotasi bor. Bularni o'ziga yarasha ta'sir kuchlari bor. Ta'sir kuchlari mana o'zi sezilgan, yaqqol. Mikroelementlardan bor bor, temir bor, rux bor, yana qo'shimcha ya'ni mikroelementlar bor. Ularni montaj davomida ichidagi tarkibini yozib ham ko'rsatib ketamiz. Xulosa bir so'z bilan aytganda dehqonga ham yoqdi. Endi o'zimiz ham boshida kelib ko'rganimizda holat bunaqa emas edi. Kelib ko'rib o'rganganimizda ham holati bizga ham yoqdi. O'zimizga ham oxirgi chiqayotgan natija o'laroq yoqdi. Jamshid aka, endi savol. Lowo Goldni barcha turdagi ekin, bug'doy, paxta, pomidori, daraxtlar barcha turdagi. Lowo Gold ekin turi tanlamaydi. Uni tarkibi ekin turi tanlamaslikka javob beradi. Tarkib jihatdan ham buni tarkibi hamma ekin uchun kerak. Shu jihatdan ham ekin turi tanlamaydi. Undan tashqari yana qo'shimcha sifatida aytamiz. Bu ekin maydoniga gerbitsid bilan qo'shib sepilgan. Gerbitsid bilan qo'shib sepilganligi mana farqi. Gerbitsidni aytaylik, kimyoviy gerbitsidlarda uni ekinga tushadigan stressini to'xtatib qo'yishini to'xtatib qo'ymagan. Qaytangi stressdan tezroq chiqarib, yana rivojlanishiga olib kelgan. Undan tashqari bu ekin maydoni 2 marta qor ko'rgan. Lowo Gold sepilgandan keyin 2 marta qor yog'di. Sovuqi ham ta'siri kuzatilmayapti. Sepilgan bilan sepilmaganda yaqqol o'zi ajralib turibdi. Agar Jamshid aka qor yog'may, misol uchun sepilgandan keyin quyosh chiqib turgan holatda bo'lganda necha kunda effektni bilish mumkin? Endi hozir bizni yaxshi quyosh chiqib tursa, hozir sepilganiga 15 kun bo'lgan bo'lsa, orada qorli, yomg'irli kunlar bo'ldi. Bu ekin maydoniga kelish imkoniyati bo'lmadi. Bundan 3 kun oldin o'zlari bilan gaplashganimizda ham ta'siri qanaqa bo'ldi deb so'raganimizda aytdilarki, yaxshi bo'ldi dedilar. Undan tashqari o'sha Telegramdan video сообщение qilib ham tashib berdilar. Doiralar kelib natijasini ko'rib ketinglar deb aytdilar. Shuning uchun ham keldik, ko'rdik. Boyagi gapimni davomi kimyoviy preparatlarda fungitsidlarga qo'shib ishlatib bo'lmaydi. Insektisidga qo'shib ishlatsa bo'ladi. Insektokaritsidlarga, undan tashqari gerbitsidlarga qo'shib ishlatsa bo'ladi. Undan tashqari yana sirt faol modda deydi, kileylarga qo'shib ishlatib bo'lmaydi. Menimcha hozir bo'ldi. Boshqa Jamshid aka, misga qo'shib ishlatsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yo'q, aytgach esdan chiqibdi. Aynan misli preparat. Mana hozirgi kunda bahor paytida turibmiz. Ko'pchilik ekin maydonlariga misli preparatlar ishlatishadi. Xlorokismet, misol uchun miskuparosini qo'shib ishlatishadi. Mana shu mislarga, mana shu preparatlarga, mana shu o'g'itlarga qo'shib ishlatib bo'lmaydi. Qolgan ekinlarga, qolgan gerbitsid, insektisidlarga qo'shib ishlatsa bo'ladi. Fungisid, shunda fungitsidga qo'shib kasalliklarga misga qo'shib ishlatib bo'lmaydi. Shunaqa. Lowo Gold mahsulotimizni shu 3 ta preparatga qo'shib ishlatib bo'lmaydi. Boshqa hamma narsaga qo'shib ishlatsa bo'ladi. Gerbitsidga, insektokaritsidga qo'shib ishlatsa bo'ladi. Qo'shib ishlatsa bo'ladi. Endi buni bitta yutuq tomoni bor. Yana bitta yaxshi yutuq tomoni bor. U granula ko'rinishida, bo'lgandan keyin buni yer o'ziga, tuproq o'ziga sepsa ham bo'ladi. Bu ham ekinlarga, nafaqat ekinlarga, tuproqqa ham yaxshi foyda bo'ladi. Tuprog'i o'zini holatiga qayta tiklanishiga yordam beradi. Shunaqa xususiyati ham bor. Jamshid aka, rahmat aka. Dehqon akamiz xursand. Lowo Goldni mana effektini ko'rib turibsizlar piyozimizda. Chesnokda. Farqlarni ko'rsatib berdik. Keyingi videolarimizni kutib olinglar.